Hammaga salom, sizlar bilan Samandar Gaming. Bugun FIFA o'ynaymiz. Xabaringlar bo'lsa 3 oy 4 oydan beri video olganim yo'q. Bu 108 overli akkauntim. Mana Ronaldo bor, keyin mana ular o'zingizlar ko'rib olishinglar mumkin. Buni bir oy emas. Bugun FIFA o'ynaymiz. Mana anchadan beri o'ynamadim. Mana World Class'ga chiqqanman. Bugun anunda ham agar bo'lsa World Class'ga chiqamiz. Bunda ham agar qilasam yo vaqt yetsa keyinda bosamiz. Men uncha yaxshi o'ynashni bilmayman. Shu omaddan tushib qolgan ular xolos. Yo'q. Men uncha yaxshi o'ynashni bilmayman, lekin bugun World Class'ga chiqamiz. Video cho'zilmaydi degan umiddaman. Mana Barsa bilan Manchester United'ni aytmoqchiman. Endi bossa oz kirib olishini kutamiz. Ana kirdi. Ovozini jicha balandlasam bo'lar. Mana sizlar eshitdinglar uchun mana komanda. Ularda komandasi ekan. Bu 100 ekan o'yin. Biz boshlar ekanmiz, boshlaymiz. Ana Cristiano Ronaldo davom. Men driblingni ular qilishni bilmayman, shuning uchun yaxshi o'ynalmasam ham kerak. Boshqaga pas berib qo'ydi. Va shuni davom boshqaga. Mana ana gol bo'ldi, yaxshi. Birinchisida gol qildik. Round degani bizdan gol urdi. Menimcha bu boshida oson bo'ladi, chunki unchalik kuchli komandaga ham o'xshamayapti. Balki men ular o'yinchilar kuchliligiga shunaqa bo'lyaptimi yo bilmayman. Endi Cristiano Ronaldo yana to'p. Bo'ldi, gol urdi. 110 qilganman uni. Bu ham omadga tushib qolgan. Keyin internetim ham yaxshi ishlamayapti menimcha. Va qotib qoldi. Bo'lib ketdi. Pas berib o'ynayman. Ana aldashda zo'rmasman. Shuning uchun faqat o'z Cristiano Ronaldo gol urardi va qotib qolgan uchun ularman hozir kallada urib beraman. Sho'ol. Mayli. Yana gol uramiz hozir. Uzoq qotib oldi. Pas berib o'ynayman. Aytdim. Internetim ishlamay qolyapti shu payt. Va qo'yapti. Uni ustiga qoldimi hali? Shu yomon ko'p qotadi menda. Keyin olsa bo'lar, to'g'ri. Endi pas berib, desam half time bo'pti. Half time demaydi. Inglizcha bilmagan uchun. O'shani oldik. Hozir Cristiano Ronaldoda gol uraman desam, qo'ydi. Va qotib qoldi-ku.
Yo bu nechesina bo'ldi? Bu qotib qolish, ha? Qotib qoldi bu nechesina? Yani o'zimga urib qo'yibman qiziq. Yo'l uramiz bu safar iloji bo'lsa. Cristiano Ronaldo yaxshi gol urdik 3-1. Kimmasdan qolyapti nimaga? Zayatyan 5 qopti. Qo'yamiz. Birinchidan ham yutamiz. Va yana ikkinchidan hozir kutsak ochiladi, lekin mana ochildi. 60 anu bo'libdi. Va buni chiqarsam ham bularni olish uchun chiqarishga kelaveradi. Gol bo'ldi, yana to'g'ri bir Carlo yana gol oldi. Yana qotib qoldim. 6 daqiqa bo'libdi. Ancha bu anus. Bular ham pas berib o'ynayapti ishkinalarning ko'ch. Bo'ldi bu. Ana 5-1 bo'ldi. Alinda internet ishlaganda 5-0 qilardim. Yani o'zimga urib qo'ydim. Mayli. Chicha qoldi yutamiz hozir. Ana Cristiano Ronaldo'da u yugursa hammasidan tezlash ketaveradi. Lekin pas berishga to'g'ri kelyaptik. Va haqiqiy fordi. Oliylar. Yana qotib qoldim. Qaqa tushgan, bilib bo'lmaydi. Pas berib mana ular maxki bo'libdi. Va bo'ldi, tugabdi o'yin. 5-1 ga biz yutdik. Va shunday qotyapti. Video olinyapti ekan. Kutamiz endi. Bo'ldi, ochildi. Endi ba'zi narsalarni olamiz. Bugun kirganimiz narsalar. Yana bitta o'ynasak gol bo'lar ekan. Narsalarni olib yana bitta o'ynab qo'yamiz. Video cho'zilib ketsa ham qo'yish uzoqqa cho'zilib ketadi shans. Va qo'tyapti. 190 qopti. Yana chiqardim. Shu qo'toradi. Bagi bo'lib qoldi. Hozir do'stlar qilib to'g'irlab olaman. Bo'ldi, bir amallab to'g'irladim. Netdan bir kun kirganimiz narsalarni olamiz. Netdan kuchaytirgan berar ekan. Bu o'yinchini kuchaytirishini bilsanglarki. Bu ham bo'ldi, yana bitta bor ekan. 4 kunlik. Bu o'zini kartasi ekan.
Hali bor ekan. Mayli, loginni olamiz. Bunda nima beradi? 3 kundan beri kirmagan ekan. Cho'kishligan bermadi. 500 yaxshi. Yaxshi, endi yana bitta o'ynab qo'ysak bo'ladi. Ko'p qanoy ham yo'q. O'z zaryadam kam. Mayli. Mana uni bosamiz endi. Aytmoqchi, agar video yoqsa like bilan obuna bosib qo'yasizlar. O'zi ancha obunachilar chiqib ketibdi. Ancha emas, 8 menimcha ancha. Xo'sh, endi kutamiz. Diyam kamakan. Unga yetar. 108. Mana bizdeki yana top. Cristiano Ronaldo oz aldiymiz bunaqasi. Shu aldashmani hech qachon foyda bermaganda. Ku aldab yugurish kerak. Va shuni ham yo'l qandi. Va kimapti tegdik qandi. Charillot. Top va gol. Hozir eng kuchli raqiblar yo'q. Bilanchi oson. Qiyinga ham o'xshagan yo'qdi. Oling. Xo'sh, endi unda Cristiano Ronaldo bor. Cool. Cristiano Ronaldo. Bu aldaveradi. Kimani aldashda zo'r ekan. Umuman aldaganman, lekin yaxshi ishlamayapti. Pas berib bunaqasiga gol qilish yaxshi desa. Yana qotib qoldi. Qaytib otaveradi. Va kallasi bilan tifodi. Pas ber. Va shuni kallaga tifodi. Ronaldo bor ekan. Hozir 1 minut do'stlar chiqibdi hozir. Videoni to'xtat. Alo, bo'ldi, bo'ldi. Qo'ydi, lekin bitta yaxshi ishlamasdi. Zaryad ham bir qopdi. Half time bo'ldi. Yaxshi o'lyapti ekan. Men birda ham o'ynayapman. Men yana qotib qoldim. Amandan to'p. Cristiano Ronaldo. Bo'ldi, gol bo'ldi desam yana qotdimmi? Vay, bosdim-ku. Shu qotaverganiga umuman gol uramadi. Howard yo'q. Cristiano Ronaldo. Yaxshi, ikkinchi yo'lim. Nechinchiligini bilmayman, lekin gol oldi. Endi voy, bo'ladi.
bo'ldi. Bizda endi to'p pas berib anaqa olsa bo'ldi. Mana pas. Keyin buni pas. Voy, nima qildim hozir? Bo'ldi, bitta tepsam gol. Yaxshi gol bo'ldi. Yana qotib qoldi. Endi bu yaxshi. Hozir allab Cristiano Ronaldoga uraman desam, oqoldi. Yechira unutib ketdim tu. Vay, yaxshi gol. Zo'r o'ynashyapmiz ekan. Carillo'da to'p, keyin Cristiano Ronaldo. Keyin bitta tepib, gol. 4-0. Al Nassrdagi Ronaldo. Yaxshi. Lamine Yamal ham bor ekan. Mayli, 2 minut, 1 minut qoldi xolos, 3 daqiqa. Bitta tep forsam yo'q bo'ladi. Davay, tugadi. Hozir u minda tep foradi bo'ldi. Ana aytdim, tugadi. Tep formasa kim shaqqa? Vosh, hozir mana u olsin. Endi kutaman. Elektr bu ishning qo'lishi. Mana qolmadi. Bo'ldi ishlardi. YouTube bas bo'ldi. Yaxshi. Mana endi bitta berdi, endi pro bo'ldik. Hozir yarim pro edik. Endi bitta promiz. Hali men World Class'da ag'iga chiqmaganman. Endi chiqsam ham bo'lar, chunki unchalik kuchli dushmanlar chiqqani yo'q World Class'da. Yana qotib qoldi kerak. Yana to'g'irlash kerak. Hozir to'g'irlab. Yana yoqaman video. Mana do'stlar, mana biz bo'ldik. Narsasi o'tib ketdi. Ana pro bo'ldik. Uni narsa ham beribdi. Keyin mana narsalarni qo'yamiz. Kerak. Bu Training Domingos. Bular training qilishga kerak o'yinchilar. 18lik biz yaxshi. David Upak, Güzano, mana olamiz. Keyin klubimiz anoldi. Hozir. Xo'sh, do'stlar, shu joyda videoni tugatamiz, chunki 18 minut bo'lib ketibdi. Ko'rdinglar, uncha ko'p o'ynamagan bo'lsak ham 2 ta o'ynadik. Video yoqsa buni davomini chiqaramiz. Ishonch hamma xayr, keyin obuna bo'lib qo'yarsizlar.